menda nechta karta borligini, qaysi banklardan borligini qayerdan bilsam bo'ladi. Eslasanglar, yaqinda yangi tartib joriy qilinganda, ya'ni bitta insonga maksimal 20 tadan ortiq bank kartasini chiqarmaslik bo'yicha. Ya'ni nechta bank bo'lishidan qat'iy nazar, sizda kartalar soni maksimal 20 taligi saqlanish to'g'risida tartib joriy qilingan. Endi o'sha paytda ko'pchilikda savol tug'ilgan. Ya'ni menda nechta karta borligini, qaysi banklardan borligini qayerdan bilsam bo'ladi degan. Chunki kimdir 2 yil, 3 yil oldin ochgan yoki yo'qotib qo'ygan yoki virtual ochgan, xullas son ko'payib ketganligi hisobiga qaysi bankda nechta kartasi borligini bilmaydi. Endi xuddi shu savolga Milliy bank o'zining ilovasida yechim sifatida bitta funksiyani qo'shib ketdi. Hozir buni sizlarga ko'rsataman. Milliy bank ilovasiga kirganingizda asosiy ekranda pastroqda kartalar va hamyonlar degan joy bor. Shunga kirsangiz, eng pastida boshqa bank kartalarim, boshqa banklardagi kartalarim degan joyga kirsangiz, qaysi bankdan nechta kartangiz borligigacha hammasini ko'rsatib beradi. Shu joy orqali sizni o'zingiz qaysi banklarda nechta kartangiz borligini bilib olsangiz bo'ladi.